o'zini izini qoldirayotgan eng professional jamoalardan biri biz guruhini taklif qilamiz. 31-dekabr kuni ham chaqirdi, lekin biz bormadik. Bu guruhga yangi keldim. 2026-yilda yangilik bo'lib. Barbod qo'raman deb kelmadim. Yo'q, unaqa niyatim yo'q. Alloh tomonidan berilgan sulh bo'lmasa, ritmi bo'lmasa, men qabul qila olmayman. Mana shu jamoani a'zosi bo'lish uchun, guruhda a'zosi bo'lish uchun qanday shartlardan o'tish kerak? Qancha talab qilinadi? 100 millioncha pul kerak desa. Birga berilmagan yoshlarimiz, oddiy, samimiy bo'lganlar qoladi yonimda.